Farg'ona viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati Qo'qon shahar bo'limi tasarrufidagi oqova suvlarni tozalash inshooti faoliyati yuzasidan nazorat tadbiri o'tkazildi. Mazkur tozalash inshooti dastlab 1973-yilda foydalanishga topshirilgan bo'lib, uning kunlik quvvati 50 ming kubometrni tashkil etgan. 1990-yildan inshoot quvvati 75 ming kubometr sutkaga yetkazilgan. Shuningdek, 2013-2015-yillarda amalga oshirilgan rekonstruksiya va kengaytirish ishlari natijasida inshootning umumiy quvvati 100 ming kubmetr sutkaga oshirilgan. Qo'qon shahar Dang'ara tumanidan kelayotgan oqova suvlarni zararsizlantirib chiqarish vazifamiz. Oqova suvlarimiz aholiga zararsizlantirib, bu yerda kasallik tarqalmasligi uchun oqova suvlarni tozalab o'zanga chiqarish vazifasini bajaramiz. Ko'pincha biz kundalik hayotda e'tiborsizlik bilan suvni oqizib qo'yamiz. Kranni ochiq qoldirish, ortiqcha suv sarflash yoki samarasiz foydalanish kabi holatlar suv isrofiga olib keladi. Aslida esa har bir tomchi suv kelajak uchun zarurdir. Bizning asosiy vazifalarimiz ichimlik suvini ishlab chiqarish, yetkazib berilish, realizatsiya qilinishini, shuningdek oqova suvlarni qabul qilish hamda tozalanishini nazorat qilishdan iborat. Hududiy inspeksiya tomonidan 2026-yil boshidan shu kunga qadar shu oqova suv tozalash inshootlariga zarar yetkazilayotgan turgan tadbirkorlik subyektlarida nazorat tadbirlari o'tkazilib, 25 dan ortiq qonun buzilish holati, ya'niki oqova suv tarmoqlariga belgilangan me'yordan ortiqcha oqizayotgan oqova suvlarni aniqlab, u bo'yicha tadbirkorlik subyektlariga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 160-2 moddasi bo'yicha choralar ko'rganmiz. Nazorat davomida oqova suvlarni dastlabki mexanik tozalash, xususan qum va boshqa mineral zarrachalarni ushlab qolish jarayonida foydalanayotgan bitta nasos agregati nosoz holda ekani aniqlandi. Inshootda qabul qilinayotgan oqova suvlar mexanik, biologik hamda fizik kimyoviy usullar orqali 3 bosqichda tozalanadi. Ushbu jarayon atrof muhitni muhofaza qilish, sanitariya talablariga rioya etish hamda tozalangan suv sifatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Oqova suv tozalash inshootlaridagi qabul qilinayotgan turgan oqova suvlarni sifatini yaxshilash, undan tashqari biologik tozalashdagi faol loyiha, ya'ni iloviy plashatkalardagi faol loyihalarni zararsizlantirish yoki bo'lmasa behudadan behuda o'lib ketishini oldini olishga erishilyapti. Butun dunyo bo'ylab ichimlik suv tanqisligi muammosi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Shu bois suvdan oqilona foydalanish, uni isrof qilmaslik har bir insonning burchi hisoblanadi. Aniqlangan kamchilik yuzasidan mas'ul tashkilotga qonunchilik talablariga muvofiq yozma ko'rsatma berildi. Nosozlikni belgilangan muddatlarda bartaraf etish vazifasi yuklatildi. Hududiy inspeksiya tomonidan mazkur yo'nalishda nazorat tadbirlari davom ettirilmoqda.